Assalomu alaykum, mani hurmatli obunachilarim va mani birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilar. Bugun shayton manipulyatsiyasi haqida gaplashamiz. Hayotiy kuzatuvlarim natijasida va kitoblarda o'qiganlarim asosida yozgan bir maqolam bor edi. O'shani eshittirib o'taman va tahlil qilib ketamiz. Har bir inson bu hayotda yashar ekan, hayoti davomida turli xil sinovlarni, qiyinchiliklarni, yo'qotishlarni boshdan o'tkazadi. Mana shu qiyinchiliklarda iymonimiz boshqa tomonga tortsa, nafsimiz boshqa tomonga tortadi. Xuddiki ikkiga bo'linib qolib, o'zimiz bilan o'zimiz kurashayotganga o'xshaymiz. Ichimizdan ming xil o'ylar o'tadi. Afsuski, ko'p hollarda yomon o'ylar o'tadi. Nega unga yaxshilik qildim? Baribir oxirida ziyon ko'rgan o'zim bo'ldim. Baribir bilmas ekan, baribir yomon ekanman. Shuncha yaxshiliklarimni bilmadi. Menga kerak bo'lganda yuzini o'girib ketdi. Nega bunchalar ishonuvchanman? Kechirim so'rasa tavba qildi deb yana qabul qilibman. Nega boshqalar mazza qilib, sevib, sevilib yurgan paytda mani umrim urushda bo'lganlar bilan o'tibdi. Yo'qchilik, qiyinchilik bilan o'tibdi. Mani umrim endi boshqalarni orzu havasini ko'rib, ularga havas qilib o'tadimi? Nega menga kelganda hamma narsa qiyindek, ushalmasdek ko'rinadi? Nega? Ayni shu savollar ko'payganida tushundimki, shayton qanchalar ahdiga sodiq qolib, bizani ming xil kuyga solayotganini. Alloh taolo shaytonni jannatdan quvganidan so'ng shayton izn so'raydi. Allohim, to qiyomatga qadar meni jonimni olmagin deydi. Alloh ham izn beradi. Qiyomatga qadar tirik qolguvchilardansan deydi. Shunda shayton Allohga yuzlanib, men mana shu odamni deb jannatdan quvildimmi? Endi uni zurriyotlarini yo'ldan og'diraman. Ko'plarini noshukur va senga osiy holda topasan deydi. Alloh taolo ham meni solih bandalarimni hech qachon yo'ldan og'dira olmaysan deydi. Shayton oldimizdan kelgan paytida kelajakka bo'lgan xavotirimizni oshirdi. Hali yo'q, hali bo'lmagan narsalar bilan aqlimizni ovora qilib, bugunimizni ham yo'qotdik. O'ng yonimizdan kelgan paytida yaxshi amallarimizni eslatib kibrlanishga yoki-da minnat qilishga undadi. Chap yonimizdan kelganda yomon amallarimizni kichik sanashga, ya'ni mana bu katta gunohlarni qilmading-ku, bu hech nima emas, Alloh kechiradi deb gunohlarimizni kichik sanashga o'rgatdi. Ortimizdan kelganda esa o'tmishimizda bo'lib o'tgan va hech qachon qaytarib bo'lmaydigan hodisa voqealarni eslatib, yuragimizni siqdi, aqlimizni shu bilan band qildi va bugunimiz va kelajagimizni o'sha o'tmish bilan o'g'irlab qo'ydi. Har birimiz yaxshi bilamizki, iymon keltirish shartlaridan 5-inchisi qazoyi qadarga iymon keltirish. Yaxshi kun ham, yomon kun ham Allohdan ekanligini bilish. Bilamiz-ku, lekin kimdir bizdan yaxshiroq yashayotganida, kimnidir turmush o'rtog'i nihoyatda sevib avaylayotganida, kimnidir ayoli chiroyli yoki erini atrofida girti-kapalak bo'layotganida, kimnidir onasi mehribon bo'lib, farzandiga doimo shirin so'z bo'layotganida, kimnidir otasi doimo qo'llab-quvvatlayotganida, kimnidir aka-ukasi, opa-singlisi siylai rahimli, nihoyatda bir-biriga mehrli bo'layotganida, kimdir farzandining ortidan faxrlanib, farzandlarining e'tiborida, hurmatida yurganini ko'rganimizda, qazoyi qadarga iymon keltirganimiz esimizdan chiqib qoladi.
Bu ishimiz esa shaytonga juda qo'l kelib, ichimizga hasad urug'larini sepadi. Keyin esa nega unda bor, menda yo'q? Nega u doim yaxshi yashaydi, men doim qiyinchilikda yashayman degan savollar ko'payishni boshlaydi. Otamiz Odam alayhissalomning farzandi Qobil ham shaytonning shu vasvasasiga aldanadi. Esingizda bo'lsa kerak Qobil va Qobil qissasi. Qobil otam meni emas, Qobilni ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh ham meni emas, Qobilni qurbonligini qabul qildi. Endi uylanishga kelganda ham Qobil meni chiroyli singlimga uylanar ekan, men uning xunuk singlisiga uylanar ekanman. Bu adolatdan emas, deb hasadi g'azabga aylanib, ukasi Qobilni o'ldiradi. Birinchi qon to'kilishi hasaddan kelib chiqadi. Hasad shunaqangi olovki, eng avval hasad qiluvchini yoqib kuydiradi. Bizning zamonimizdagi hasadlarning ko'payishi hozirgi ijtimoiy tarmoqlardagi faqat go'zal hayot targ'iboti bo'lyapti. Ayollarning ko'pi ana bular mazza qilib yashaydi. Bizga o'xshab uyda bola chaqaga o'ralashib, uy ishlaridan ortmay, kerak bo'lsa gap so'zini ham ko'tarib, kaltagini ham yeb o'tirmaydi. Bularni eri ham, qaynonasi ham tushunadi. Ehtiyot deydi. Sayohat yurib, tug'ib chiqsa ham bolasiga o'zi qaramaydi. Har tuqqanda eri tillami, brilliantmi olib beradi. Bizga o'xshab avtobus yurmaydi. Mashinalari ham bor. Uyini ham domrabotnitsalar tozalaydi. Biz so'mda ola olmagan pullarni bular dollarda olishadi. Biram mazzada ularga. Oxiri chuqur xo'rsinish va negativ fikr qoldirish bilan yakunlanadi. Bir videoda bir ayol tug'ruq paytida qanaqa qiynalganligini aytsa, kommentariyasidagi ayollar shunaqangi qo'rqinchli voqealarni yozishganki, bir ikkitasini aytib o'taman. Singlim, sizniki qiyinchilik emas, mana menda deb shunaqangi narsalarni yozganki, o'qib o'libdi deb o'ylaysiz. Uni ketidan boshqa ayol, sizniki nima bo'pti, mana manda deb bunisi undan-da battar narsalar yozgan. Eng qizig'i, men ham o'sha videoni ko'rib, voy shu ham qiynalishmi deb kommentga kirgandim. Mendan oldin boshqa ayollar yozib bo'lishibdi uni qiynalmaganini. Yo Allohim deb bir kuldim, bir uyaldim. Xuddiki bir gala ayollar to'planib, yo sen qiynalmagansan, mana biza qanaqa qiynalganmiz, bilasanmi? Yo sen bechora emassan, meni qara, men sendan battar bechoraman-ku. Voy shu ham kasalmi endi? Meni qara, qancha kasalim bor. Voy sen jabrdiyda emassan. Mana bizani aytadi, haqiqiy jabrdiyda deb. Hamma narsaga ko'nib o'tiraveramiz deb talashayotganga o'xshab bordim. Allohim hammamizni isloh qilsin. Alloh taolo kalomida bandani toqatidan ortiq sinov kelmasligini aytgan. Uni toqati shu joygacha ekan. Bizani toqatimiz ko'proq ekanki, undan-da ko'proq sinov kelyapti. Hasadning vazifasi bitta. Qarshi tomondagi insonda o'zida yo'q bo'lgan narsa uchun yomon ko'rish. Xoh u aka-uka, xoh opa-singil, xoh o'vsinlar yoki dugonalar yoki qarindosh urug'lar orasida bo'lsin, vazifasi o'zgarmaydi. Bu eng boshida gaplashganimiz qazoy qadarga iymon keltirish emas, qazoy qadarga qarshi chiqish. Xuddiki Alloh bilan olishayotgandek, sen adashgansan, bu hayotga, bu ne'matlarga u emas, men loyiq edim deb olishayotgandek bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Ey qalblarni buruvchi Robbim, qalbimizdan bandalaringga bo'lgan nafratni, hasadni olib tashla. Qalbimizni faqat shukrda, zikrda, tilovat va ibodatda band qilib qo'y.
hech birimizni o'z holimizga tashlab qo'yma Allohim. Hammamizni bandalik qilib qilgan xato va gunohlarimizni o'zing kechir va hammamizni isloh qil. Allohim o'zi ilhomlantirdi yozishga va o'qib eshittirishga. Qodir qilgancha hayotiy voqealar bilan tushuntirib, shayton bizni qanchalar o'ynatib manipulyatsiya qilayotganini ilmim yetgancha izohladim. Xato kamchiliklarim bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.